Xudo xohlasa mashina tayyor bo'ldi. Katta mashinasiga propan surunkka qilib berilyapti hozir. Hozir qo'yilgan reduktori bu yoqqa o'rnatilgan mudrich. Bu upravleniyasiga 32 ga to'g'ri fartinkalari ko'rinmaydi, akkuratlik o'rnatib berdik. Kapot ochilganda gaz qo'yilgani ham ko'rinmaydi. Mashina 2017-22 ming yurgan ekan, stasionarni qaranglar, shu cho'tki. Yog'li knopkasini o'rnatib berdik. Balon 60 bittalik tabletka balon zapaska o'rniga qo'yib berdik. Zo'r chiqdi. Sport mashinani suratib ko'ramiz. Hozir zapravka qilib kelsalar, mahsulotlarni qilib, turib qo'yib beramiz.